Assalomu alaykum hammaga, xayrli tong, yaxshi dam oldinglarmi? Mana bolalik turishdik. Anzora bebiyim keldi. Sanobar, bittasi nevaram, bittasi o'zim o'g'lim. Nevaram 1,5 yosh, ana mana shunaqa talashadi. Nevaram tog'asidan olib qo'yaveradi hamma narsasini. Tog'asi yig'lab qoldi, tog'a. Bugungi zavtraqimiz bilinchik bo'ladi. Hozir mana tuxum solib oldim. Keyin suv solib olaman. Bolalarimga bilinchik beraman. Ustiga ozgina suv solamiz. Bu suv emas, suv. Bu masamizga ozgina tuz solamiz. Ko'p emas, ozgina. Chayni suvda hozir qo'llab olish qiyinroq bo'lyapti. Qoshiqdan kamroq, keyin shakar solamiz. Ozgina yog' sovuramiz. Un solamiz. Keyin bular hammasini chiqaramiz. Xamiri tayyor bo'ldi. Hozir ko'rsataman. Mana quyuliydi. Qaymoqdek quyuliydi. Mana bolalarim shunaqa. Savaram stol ustiga chiqib qoldi. Usmon qani, Usmon? Usmon qani? Usmon mana opasini qo'lida. Svaroklarni qo'yib qo'ydim. Kichkintoy qo'lini cho'zyapti, o'sha yeyman deb. Mana. To'xta, men beraman. Mana birinchi orasiga tvorog bilan bananalarni solib, bolaga berilgan mazza qilib yedim. Choylarni ham to'kdi kerak bo'lsa. Bittasi mashina o'ynayapti. Bittasi kachayda uchyapti naryoqda. Bittasi kachaylarda. Salom qilib qo'y. Anzora, привет qilib qo'y. Привет hammaga.